Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur iqtisodshunos va kishilik huquq faoliyatchisi Ilhom To'xtaga Sakharov kishilik huquq mukofoti taqdim berildi. Yevropa parlamenti tarafidan fikr erkinligini qo'g'digan shaxs va organlarga beriladigan bu mukofotni Ilhom To'xtaning qizi Javhar turmadagi dadasiga vakolatan mukofotni topshirib oldi. Mukofot Yevropa parlamentida o'tkazilgan marosimda topshirib berildi. Javhar Ilhom marosimda so'z qilib, dadasining naq turmada yetayotganligini va Sharq Turkistondagi millionlagan mazlum xalqning yig'ilish lagerlariga qamalganligini aytdi. U dadasi bilan 2017-yildan buyon aloqa qilmaganligini bildirdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini tanqid qilgan Ilhom To'xta 2014-yili davlatni parchalashga kuch kiritish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Washington Post gazetining xabar qilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda xalqaro jamiyatning noroziligiga uchrayotgan lagerlarda Uyg'urlar majburiy emgakka selinmoqda. Xabar qilinishicha, oylik maoshi $100 ga yetmaydigan bu kishilar orasida savdogarlar, ziyolilar, professorlar bor. Shundaqla ular soqchi va kameralarning qattiq nazorati ostida ishlaydi. Kommunizm qurbonlari fondi jamiyatining Xitoy tadqiqoti mutaxassisi Adrian Zenz tayyorlagan bir dokladga asosan yozilgan xabarda bu zavodlarning ba'zilarining yig'ilish lagerlari ichida ekanligi, Uyg'urlarning hammasi degidek majburiy emgak silinayotganligi ta'kidlandi. Indoneziyaning muavin prezidenti Maruf Amin Uyg'urlarning nachar muomalaga uchrayotganligi masalasida Xitoyning texmi ochiq bo'lishi kerakligini aytdi. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlaridagi zo'ravonliklarni inkor qilganligini bildirgan Amin, "Ilham kishilik huquqini qo'g'dash prinsiplarini qo'llaymiz. Biz Uyg'urlar qilinayotgan vahshiy zulmlarga qarshi Xitoyni ochiq bo'lishga chaqiramiz" dedi. Amerika Avam Palatasi cho'ng yig'ini prezident Donald Trumpga qaratilgan vazifadan qalaymaqon foydalanish va parlamentning xizmatiga to'sqinlik qilish haqidagi ayblashlarni muzokara qilish va qo'llash uchun to'plandi. Trump Amerikaning sobiq prezidentlaridan Johnson va Clintondan keyin Avam Palatasida vazifasidan tashlash ovoziga qo'yilgan 3-prezident bo'lib qoladi. Trump o'ziga qilinganlarning hech biri Amerika prezidentiga qilinmasligi kerakligi ta'kidlandi va menga duo qilinglar dedi. Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan 2019-yillik Kuala Lumpur boshliqlar yig'inining ochilish marosimi o'tkazildi. Kuala Lumpur yig'in markazida o'tkazilgan marosimda Malayziya bosh ministri Mahathir Mohamad yig'in haqida axborot vositalari va yig'in ishtirokchilariga ma'lumot berdi. Mahathir dunyo musulmonlarining taraqqiyotini ilgari surish uchun bu yig'inni uyushtirganligini bildirdi va bu yig'inning oxirida texmi cho'ng ishlarni qilish tashabbuslarining o'ttirg'i chiqishini umid qilamiz dedi.